Baxtika? Tushunmadim. Voy, o'rtoq, senmi deng? Qalaysan? Baxt akam shunaqa ko'zingni yopib yurarmidilar? Yo'q. Ering hazillashib sizlar kelyapsizlar-ku. O'shanga hazillashdimi deb o'yladim. Eringni hidi kelyapti sendan. Yo'q. Ha? Mendanmi? Ha? Meni erimni hidini qayerdan bilasan? Ukam bilan bir xil Tom Ford degan atir sepadi-ku, bir xil. G'alati-da, erimni hidi kelishi. Ha? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Hammasi yaxshi, pochcha. Nega Baxt aka deding bo'lmasa? Pochcha deyman deb tilimdan chiqib ketibdi. Xotiningiz rashk qilyapti mendan. Ko'zimni bekitdi, sizni bo'ylabman. Sizni hidingiz kelyapti bundan. Uzoqdan keladi-yu hidinglar. Erimni hidini ham bilasanmi sen? Ha, hozir mashinadan atir sepib chiqandim. Mana hidlab ko'r. Sizni hidingiz yetmayapti. Meni qo'limdan sizni hidingiz keldi deyapti. Seni qo'lingdan meni hidim keladi-da, boshqa kimniki keladi? Sizga bir narsa bo'lganda nima bo'lardi? Men o'zimni bir narsa qilib qo'yardim. Hech narsa bo'lmaydi. Men o'lmasga shiyman. Kelib shunga yerga tegmoqchi bo'lganmisan? Ishqilib, uni gaplariga ishonmadingizmi? U bilan oramizda hech narsa bo'lmagan. Sen nimaga o'zingni oqlayapsan? Ra'no, menga seni o'tmishing umuman qiziq emas. Keyin men senga ishonaman. Rahmat. Endi tuzalishim kerak, bilasan-a? Nima qilay, doktor chaqiraymi? Nima? Hop. Asta-ke bo'ldi. Xas kelaman.